Kecha mana shu taxtani postga joylashtiruvdik, odamlarda ozgina shubha bo'libdi. Jahon aka bitta kommentariya kelibdi bizga, 38 ga olib 40 ga sotishni ishlayapti deb. Aka, aynan siz uchun mana shu video, oxirigacha ko'ring. Razmerda agar sizda shubha bo'layotgan bo'lsa, men sizga hozir ko'rsataman. Mana bu narsani ham bekor yozib qo'ymaydi, aka, 40 ga 156 metr deb. Mana qo'limda firminning metr, aka. Yaqinroq olib kelib ko'rsatib turing razmerni. To'r. Bunisi ham to'r. Enini ham ko'rsataman, aka, sizga. Mana enini ham ko'rsataman, aka. 15. Eski ustalar biladi, 2010-yil, 2008-yil mana shu to'rga 15 rossiyskiy sasnalar, strapilarga juda ham bir moda bo'lgan, trend bo'lgan, aka. 5 ga 15 kuchini beradi. 5 ga 15 hozir 165 ming, 170 mingga oladigan bo'lsangiz, shunda ham to'liq razmer olmaysiz, aka. Bozorda kamayib ketgan. 47 ga 147, 48 ga 150 xarid qilishingiz mumkin. Buni donasi 155 ming so'mdan rossiyskiy to'rga 15 xarid qilasiz, aka. Plyus o'zingiz bilan ketadi. Sizga hozir sifatlarini ko'rsatay, aka. Bu Belorussiya bilan solishtirmang, aka, buni. Qarang. Tog'lari ham zich. Rossiyskiy sasni bo'ladi. Kubasiga $360 bo'ladi, aka. Biz razmeriga urib sotmaymiz. Agar razmeriga uradigan bo'lganimizda biz 360 demaymiz buni. 330 yo 325 deymiz. Lekin unisi harom bo'lib qoladi, aka. Biz puliga qo'yamiz. Ma'qul kelsa olasiz, aka. Bo'lmasa boshqadan ishingizni bitirib ketaverasiz. Rossiya nomerlarga aloqaga chiqing.